qarshingizga chiqdimi, demak bu ochilim siz uchun bo'ladi. Balki bilishingiz kerak bo'lgan haqiqatlar, balki ogoh bo'lishingiz kerak bo'lgan haqiqatlar. Tak, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppda yozasizlar. Energiya meni uchun bitta like, podpiska sizlardan. Ketdik. Hech nima aytishingiz shart emas, nima tushsa o'shani o'qiyman. В данное время sizni состояниеңiz bilasizmi qanaqa pozitsiyada chiqyapti. Juda ham tushkunlik ahvoldasiz. Bu ochilim hayotingizda partnyoringiz bor, ya'ni misol uchun eri yo'q yokida yigiti yo'q yokida partnyori yo'q qizlar ayollar uchun emas. Bu hayotingizda bir erkak bor bo'lsa ko'rsangiz bo'ladi. Hayotingizda bir erkak bor o'sha erkak bilasizmi? Siz shunaqa pozitsiyadasizki, u erkak o'zini hayot yo'li bilan ovora, siz o'zingizni hayot yo'lingiz bilan ovorasiz. Ya'ni o'zingizni juda ham og'ir his qilyapsiz. Xuddiki bir kasalmi yokida xuddiki bir juda ham bir siqilib ketyapsiz. O'zingizga sig'mayapsiz. Ya'ni sizni ichki moralniy ezilish, siqilish shunaqa pozitsiyada chiqyapsiz. Lekin siz aslida sog'lom ayolsiz, lekin o'zingizni shunaqa deb o'ylayapsiz. Bu yerda juda ham ko'p bosh og'rig'i chiqyapti. Juda ham ko'p boshingiz og'riyapti. Tak. Sabab. Tak, o'rtoqlar, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Men bu sohada, ya'ni bu karta rituallarda, qisqa qilib aytganda taro sohasida ancha yildan beriman. Nasib bo'lsa agar 2026-yilda 11 yil bo'ladi. Internet saytiga kirganimga 1 yilchami bo'ladi-da. Endi 1 yilmi, yarim yilmi? Yarim yil, yarim yil, hali 1 yil emas. O'qituv deganda faqat qizlar yo ayollar yo xotinlar emas, erkaklar ham o'qitadi. Nimaga bu gapni aytyapman? Данное время sizni pozitsiyangizda o'zingizni partnyoringiz yo yigitingiz yo eringiz tomonidan sizda sehr amali qilingani явно четко chiqyapti. Yana bitta podskaska beryapti. Yana bitta podskaska beryapti. Yo siz yokida partnyoringiz noyabrda tug'ilgan yokida yoz oylarida tug'ilganlar.